Bugun sizlar bilan yana bir qarz qezish to'g'riliq maslahatlashmoqchimiz. To'g'ri, burunqi qarzlar yetishmayotdi. Rastlaysizlar, biz Boyxo'jamdan qarzga taynib olsaqla bo'lmaydi. Qodir mollam, biz qarz qazaylik. Biz bu narsa ko'sh chapadan qo'rqib qolmaymiz. Yaxshi, qarz qazish albatta yaxshi ish. Men sizlarni haqsiz qarz qazish saymonlari bilan ta'minlayman. Bugun kun g'aribdan chiqibdi-mu, nima? Ha? Boyxo'jamniki pitiq tugimida o deyman. Ha, saymonlarni men ta'minlaganman. Undaqda qarz qazilib bo'lgandan keyin qarzning suyini men taqsimlashim kerak. Begimning maqsadi mushukkan-da. Qarasini yana pul sotala. Boyxo'jam, yangi qarz hammaylanga mansub. Hech qanday bir odamning bosh qurishida bo'lmaydi. Undaq bo'lsa, qarz qazilgan saymonlarni o'zinglar bir amal qilinglar. Begim, nim bo'ldilar? Yana ochiq shutib oldilarmi? Bu yoqqa kelsizlar. Chiroyli xotin, kentkilar yangi qarz qazishga tayyorlanyapti. Nima? Xotin, bu degan bir tasoddifilik. Endi biz qudug'imizga tayinib pul topolmaydigan bo'ldik-da. Xotin, tushuntirishimga quloq sol. Chiqib ketsizlar. Bugun kuchsiz tomoqni yeyman demay, xatoliklar ustida obdonroq o'ylansizlar. Xotin, so'zimni angla. Yana mangmay turdilar-ku. Qo'rqsin. Nemishqa har doim azoblanib alam tortadigan men bo'laman. Qarzni mana mush yerdan boshlab qazaylik. Nemishqa mushadan boshlab qozimiz? Bu yerning to'pi qavati nepes, qazmoq o'ngay. Bu yerning yer shakli egizdan tövanga qipash, yan to'lig'i siliq ham takshi, suv saqlashga to'lama bop keladi. To'g'ri aytding. Nasrdan men ko'rsatgan o'rinni xaritaga tushirib ol. Keyincha qarz qazganda oson bo'ladi. Qandoq sizsam aniq bo'la. Tapdim. Har xil rangli qalam bilan belgilab olsam, ko'pchilik cho'qim bir qarabla tushunadi. Yaxshi amal bo'ldi, sen rangli qalam akib beray. Bu nima? Qo'rqib ketding, ha? Nasrdan, sizg'on rasming bek chiroyli ekan. Menga sovg'at qilib o'ta. Bo'lmaydi. Bu rasm bek muhim. O'tinib qolay menga begina, o'tinay. Nima bo'ldi? Sen hech ishga yordamlashamaysan. Shuning bilan qalam qanqima. Men nima qilibdiman? Nasrdan, Umar, keldingmi? Nasrdan, uyinglarda qapoq chiroqni ishlatib turay. Lekin o chiroqni obdan saqlajimi? Uni bovamning bovisi ayni yillarda qarz qazganda ishlatib saqlab qo'ygan ekan. Qarz qazganda bizga kerak bo'ladi. Qandoq qilsam pul tepib, xotinimni rozi qilaman. Dodo! Ey, balam, astaraq belim og'rib ketdi. Dodo, qarag'ana, nima degan chiroyli rasm? Sen menga birini silib begina. Qarzni yashakli xaritasi. Pul topadigan amal topdim. Ko'pchilik tayyorlanib bo'ldinglarmi? Tayyorlanib bo'ldik. Nasriddinning xaritasiga qarab qoldik. Chataq bo'ldi. Mollam, kechirsizlar. Xaritani yuturib qo'ydim. Yuturib qo'ydim. Sen qandoqsiga bu eng muhim narsani yuturib qo'yding. Qayta sizib chiqmoqdan boshqa amal yo'q. Qaytisishning hojati yo'q, xaritam mening qo'limda. Bu qandoqsiga silidi bo'lib qoldi. Chaqon qaytirib baslar. Akaslar. Xaritani bizga qaytirib bersizlar. Ko'pchilik ish boshlashga oldiryapti. Qaytirib bersam bo'ladi. Lekin bu xaritani ko'rib bir masalani bayqab qoldim.
Qaranglar, bu qarzning suv manbai mening etizlig'imdan o'tadi ekan. Bu shuni tushuntirdiki, qarz mening etizlig'imning yer osti suyini egallab oladi. Shunday bo'lgan ekan, sizlar buning uchun pul to'lashinglar kerak-ku, deyman, ha? Yana pul to'lamdiq. Boy begim, qarzni ko'pchilik birlik tutqazadi. Shundaqla har bir tutunning etizlig'idan o'tadi. Bu to'liq adil ish. Mening etizlig'imdan o'tsa olmayli, lekin etizlig'imning yer ostidagi suyini ishlatgan ekansizlar, cho'qim pul to'lashinglar kerak. 20 tilla, 1 tillami kam bo'lmaydi. Tuproq bilan suv azaldan umumga taalluq qandoqsiga ayirib hisoblandi. Buning bilan qarim yo'q. Men faqat o'z yerimning yer ostidagi suyini surishtiraman. Bu haddan oshqanlik, yo'lsizlik. Bayxo'jam, deganlari o'rinliq. Biz bu pulni berishimiz kerak. Bunda qilayli. Sizlar hozir qaytib ketib, kechda bizning uyga pulni ag'il keslar. Adam ama hech kim ko'rinmaydi. Kim? Uyal kim bor? Nasriddin, nima qilyapsan? Chaqqa chiqib yoqa. Chaqim bu. Ajabmi cho'chidim. Bu do'ttahay. Meni cho'chishdek bo'ldingmi, tehi? Eyda, bu Nasriddinning hilisi mu qanda. Do'ttahay, nima qilay deysan? Qarang o'tir nima? Voy jana. Qutullar! Qutullar! Yana men yangda men bilan etishman deydi o'taqay. Do'ttaqay. Bayxo'jam, bu yerim kechada bizning uyda chiniq otamdilar, ha? Nasrdan chaqqan suv bak ustab ketdim, yerib o'lay dedi. Bula. Bayxo'jam, suv ichishlariga bo'ladi, lekin oldi bilan hisobotni qilavasizlar. Nima? Sizlar hovlimizga kirib, bo'lishcha uyimizning havosini so'mirdilar. Shunga malol ko'may, sizlar so'mirgan havoning pulini berasizlar. To'la haddan oshma. Havoni pulga sotilganini azaldan anglab boqmaganman. Bir odam minutga 20 qatim atrofda nafaslandi. Boyxo'jam sil alayzal 5 minut mushiyada nafaslandilar. Bir qatim nafaslanishlari bir tilla, bo'pti, hammasiga 100 tilla bersizlar. Sizlar o'z yerlarining tuproq ostidagi suvlarini sasilib bo'ladi ekan, nima ish qilman o'z uyimning havosini sasam bo'lmaydi ekan? Sen meni to'zaqa dasanmashimi? Uxlab tusham. Hay! Bayxo'jam, sizning o'tiklari. Bayxo'jam, sizlar yana bizning uyning havosini so'mirib atadilar. Nasriddin, seni bo'sh qo'yib o'tmayman. Endi qarz qasaq bo'ladi.